millionga yaqin daromad topishingiz mumkin. Iye, xabar keldi. O'zi Janubiy Koreyada turar ekan. Xo'sh, Mashinani hujjatlarini rasmiylashtirish onlayn orqali deyapti. gaplashib ko'r. Men qayerdan bilaman? O'rtoq Malibuda, tasavvur qilyapsanmi? Yana 10 ming dollarga. Bunaqa mashina yo'q. Bozordan ham topa olmaysan, o'rtoq. Aka, assalomu alaykum. Havola nech pul? Havoni narxini aytasizmi, aka? Vazifalarni bajarishni 20 ming. boshladingizmi? Bo'ldi, mana buni tortib bering qani. Uka olib ketursiz-chi bor. Mayli. Rahmat. Juda ham yaxshi. Hozir men sizning vazifalaringizni tekshirib chiqaman. Tez orada sizga birinchi bonusni Jamshid, taqdim etamiz. o'rtoq, mana qanaqadir havola jo'natdi. Hop, Qara, yozib qo'yibdi-yu mana. Sizga 100 ming so'mlik bonus taqdim etildi. Siz keyingi bosqichga o'tdingiz. karta raqamini so'rayapti-ku. Xo'yoz, ko'rsatilganlarni. Ana yozib qo'yibdi o'zi. Tez orada sizga keyingi vazifalarni tushuntiramiz. O'rtoq, ish qilib rasmiylashtirib berarmikin? Aldab ketmasmikin? Bilmadim endi o'rtoq. Iltimos, meni tinch qo'yib birpas ishim bor meni. Bor savdoni qilgan. Bo'pti, hop. Ikkinchi topshiriq. Endi tovar sotib olasiz, 50% gacha bonusga ega bo'lasiz. Siz hech narsa yutkazmaysiz. Vaqtinchalikka tovarlardan birini sotib olasiz. Tez fursatda sizga sotib olingan tovar pulingizni bonuslari bilan qaytarib beramiz. Bu odamlar kim endi guruhga qo'shilgan? Hozir men 83 ming bersam, 200 ming qilib qaytarib beradim o'shanda. Keyin pulim qaytib kelarmikan? Kecha unaqa demagandi-yu. Ishqilib aldalib qolmasmikinman? Tanlov qildingizmi? Unda ko'rsatilgan pul miqdorini shu kartaga o'tkazma qiling. Shu kartaga o'tkazmalarni amalga oshiring. Tez orada bonuslarga ega bo'ling. Guruhdagi savdogarlar vazifani bajarib bo'ldi. Siz qaysi tovarni tanlaysiz? Tezroq javob bering va bonusga ega bo'ling. Hozir 83 ming shu kartaga o'tkazsam, qanchada meni pulimni qaytarib berasizlar? Ha, vaqtinchalik sotib olasiz. Biz ishonchli kompaniyamiz. Bizga ko'p savdogarlardan murojaatlar tushgan va biz ularni savdo tushumini oshirib beryapmiz. Siz hozir bitta tovarni tanlang va kartaga pul o'tkazing. Tavakkal qilib ko'raychi. Bor-yo'q 83 ming pul ekan. Ajoyib tanlov. Siz hozir tovarni sotib olish uchun biz bergan kartaga o'tkazma qiling. Bir necha daqiqadan so'ng bonuslarga ega bo'ling. $5 million? Nimaga yechyapti? Nimaga yechiladi? Jamshid!